Uchinchi odob: o'ziga yoki farzandiga yoki moliga zarar yetishini so'rab duo qilmaslik. Odatda aqli raso inson hech qachon o'ziga yo farzandiga yo moliga zarar yetishini so'rab duo qilmaydi. Ammo jahl kelganda aql ketadi. Deganlaridek, ba'zi insonlar biror narsadan qattiq g'azablangan paytlarida jahl qilib o'zlariga nisbatan o'lsam bo'lmasmidi, farzandiga nisbatan bo'yning uzilgur, moliga nisbatan qirilib ketgur kabi so'zlarni aytib yuboradilar. Ushbu so'zlarni aytayotgan kimsa zohiran shu narsalar sodir bo'lishi uchun duo qilayotganga o'xshab qoladi. Zero duoning asli so'rovdir. Hadisi shariflarda bunday so'rovning o'ta xatarli ekani haqida ogohlantirilgan. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: o'zingizga zarar yetishini so'rab duo qilmanglar. Farzandingizga zarar yetishini so'rab duo qilmanglar. Xizmatchingizga zarar yetishini so'rab duo qilmanglar. Molingizga zarar yetishini so'rab duo qilmanglar. Tag'in Alloh tabaraka va taolo so'ralgan narsani ato qiladigan ijobat soatiga muvofiq kelib qolmanglarki, sizlarni so'rovingizni ijobat qilib qo'yadi, dedilar. Abu Dovud rivoyat qilgan. Ushbu hadisga rivoya qilgan musulmonlar jahllari chiqqan paytda bo'yning uzilgurning o'rniga baraka topgur, uying bug'doyga to'lgur kabi so'zlar bilan koyiganlar.